Dunyo miqyosida o'tkazilayotgan Butunjahon salomatlik kuni Farg'ona viloyatida ham ko'tarinki ruhda nishonlandi. Erta tongdan mehnat jamoalari, ta'lim tibbiyot muassasalarida sport tadbirlari tashkil etilib, aholining sportga bo'lgan qiziqishlari yanada orttirildi. Yurtimizning barcha hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham Butunjahon salomatlik kuni munosabati bilan turli ko'rinishdagi sport tadbirlarini tashkil etish yaxshi an'anaga aylanib qolgan. Bellashuvlar davomida ishtirokchilar nafaqat o'z imkoniyatlarini namoyish qilishadi, balki boshqa tengdoshlariga ham shaxsiy namuna bo'lib, sport chindan ham sog'lom turmush tarzi garovi ekanligini amalda ko'rsatishadi. Farg'ona davlat universitetida tashkil etilgan Spartakiyadada ham yuqoridagi fikrlar yana bir karra o'z tasdig'ini topdi. Dastlab oliygohning professor o'qituvchilari va 10 ming nafarga yaqin talabalari sog'lom hayot uchun 5000 qadam hamda badan tarbiya mashg'ulotlarida faol qatnashib, sog'lom turmush tarzi tarafdorlari ekanliklarini amalda ko'rsatishdi. Ommaviy sportni rivojlantirish, professional sportni rivojlantirish bo'yicha qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Mana bugungi kunda bizning oliy o'quv yurtimiz oliy ta'lim muassasalari orasida kuchli 5 talikka kiradi. Aytaylik, mana shu shaxmat shashkadan tortib professional futbolgacha bo'lgan bosqichda faol ishtirok etib kelmoqda talabalarimiz. Mana haftani 2 kunida seshanba, juma kunlari butun jamoa professor o'qituvchilari mana shu muhtasham sport saroyimizga chiqib sport bilan shug'ullanadilar. Biz bilamiz, sport bu insonni jismonan baquvvat qiladi. Jismonan baquvvat inson bu, demak, aqlan baquvvat bo'ladi. Zero muhtaram prezidentimiz mana shu tizimda fuqarolar, yoshlar hayotini sport bilan bog'lash masalasida juda katta ishlarni amalga oshirib, mana shuni rag'batlantirib, yo'naltirib turibdilar. Mana bugun butun jahon salomatlik kuni. Mana shu salomatlik kuni doirasida universitetimizda ham mana bir necha oydan beri sport musobaqalari o'tkazib kelayotganda, mana shu tantana, mana shu bayram munosabati bilan bugun g'oliblarni taqdirladik. Sportsevarlarning Spartakiyadaga qilgan puxta tayyorgarliklari yengil atletika, futbol, voleybol, suzish, quvnoq startlar, kamondon otish, milliy xalq o'yinlari, shaxmat shashka kabi 10 dan ziyod sport turlari bo'yicha tashkil etilgan bellashuvlarda o'z ifodasini topdi. Ayniqsa rektor kubogi, talabalar ligasi, universiada, 5 tashabbus olimpiadasi kabi bahslarda faol qatnashib, ko'pchilikka o'rnak bo'lgan talabalarning oliygoh rahbari tomonidan munosib taqdirlangani o'g'il-qizlarning sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirdi. Bir so'z bilan aytganda, Butunjahon salomatlik kuni munosabati bilan uyushtirilgan sport sog'lomlashtirish tadbirlari sportsevarlar safini ko'paytirib, ularni sog'lom turmush tarzi bilan hayot kechirishga undadi. Ishonamizki, bu qilinayotgan samarali harakatlar kelgusida ham aholi orasida sog'lom turmush tarzini ta'minlashga xizmat qiladi. Behzod Jo'raboyev, Ikromjon Jo'rayev, Azamat Hamraliyev Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.